Birinchi yil uncha emasadi, ikkinchi yil yaxshi bo'lgan lekin. Ta'lim tizimidan qoniqmaslikni boshlaganman. Bizani o'qitgan eski ta'lim tizimi bu avlodga to'g'ri kelmaydi. Farzandlarimizni dunyo miqyosida mutaxassis bo'lishini istaymiz baribir. Tasodif emas, baxtli tasodif bo'lib, Data xalqaro maktabi ochilgan, ishlaydigan ota-onalarda qandaydir xotirjamlik uyg'otadi. Til o'rganish ko'rsatkichlari farzandimda yaxshilanib bordi. Biz Data xalqaro maktabiga ochilgandayoq ishonch bildirganmiz, ya'ni 2 yil muqaddam. O'sha yiliyoq farzandlarimni Data maktabina berganmiz. Lekin birinchi yili maktabda o'ziga yarasha kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, baribir katta tizim, o'ziga yarasha mas'uliyat bo'ladi va birinchi yili o'ziga yarasha kamchiliklar bor edi. Lekin ikkinchi yili men ancha darslardan qoniqdim, farzandimda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Til o'rganish ko'rsatkichlari farzandimda yaxshilanib bordi. Bizani o'qitgan eski ta'lim tizimi bu avlodga to'g'ri kelmaydi. Qanaqadir yangi tizim kerak deb o'zi kallamda shu vaqtlar aylantirishni boshlaganman. Tasodif emas, baxtli tasodif bo'lib, Data xalqaro maktabi ochilgan, oilamiz bilan tanishganmiz va bizga ma'qul kelgan. Shunday qilib biz maktabga kelishni boshladik. Birinchi bizga maktabning yoqqan tarafi kirgandan telefonlarni olib qo'yib, farzandlarimizni ishonchli qo'lda ekanligi, foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotganligi, bilim olayotganligi ishlaydigan ota-onalarda qandaydir xotirjamlik uyg'otadi. Yana bu yil Data xalqaro maktabining 3-yili xudo xolasa har yilgidan ham endi yanada mukammalroq, yanada yaxshiroq bo'ladi degan umiddamiz.